Assalomu alaykum aziz hamyurtlar, jigarlar ko'p turganlarda sifatli zakaznoy avtobuslarimiz Toshkent Moskva Toshkent yo'nalishi bo'yicha ishonchli resmi avtobuslarimiz do'stlar. Kimda kim shunaqangi qulay sifatli resmi avtobusda ketmoqchi bo'lsa, haftada 4 marta reyslarimiz bo'lyapti. Dushanba, seshanba, payshanba hamda juma kunlariga inshaalloh yana grafiklarimiz qo'shilyapti. Chorshanba hamda shanba kunlariga ham primoy reyslarimiz bo'ladi. Bozor kundan tashqari, demak, har kuni reyslarimiz amalga oshyapti do'stlar. Shunaqa qulay sifatli avtobusda ketmoqchi bo'lsanglar, 2,5 sutkada yetib boradi. Ikkita shofer hamda bitta stajyorigacha bor. Har 4 soat, 5 soatda almashib haydashadi do'stlar. Ichki sharoitiga kelsak, konditsioner, televizor, zaryadka uskunalari bor. Bemalol foydalanib ketsanglar bo'laveradi. Zamonaviy avtobuslarimiz sizlarga xizmatingizda do'stlar. Abdurahmon Ahmedov. Bemalol ekrandagi raqamlarga telefon qilinglar, batafsil ma'lumotlarni o'rganinglar, ko'kalar.